Siz bir ömür bir-birisiga sodiq bo'lib o'tgan bu ikki shirning muhabbat hikoyasini anglab boqqanmi? Ikkinchi qism. Apollo shir podsho shunday qilib o'z oilasi va amroq ayolini qo'g'dash uchun bu dunyo bilan mangulik xo'shlashdi. Nima qilishni bilmagan Maditovning hikoyasi asta-asta mana mundaq boshlandi. Mening ismim Maditov. Men o'zimning eng amroq hamroyi Apollodan ayrilib qoldim. Men qanday qilishimni qat'iy bilolmadim. Men boshqa erkak shirga bo'ysunsam o'zimning bexatar bo'lganligimni bilaman. Lekin men mush sababli bolalarimning qirg'in qilinganligini aniq tushunaman. Men haqiqatan ikkilanish ichida qoldim. Ammo shunday o'ylab qalbimdagi Apolloga va bolalarimga bo'lgan muhabbatim mening bolalarimni qo'g'dash, bu yo'lni yolg'iz menishdan iborat qarorni chiqarishimga turtki bo'ldi. Oldimdagi yo'lning qanchalik egri to'qay bo'lishidan qat'iy nazar, men bu yo'ldan mangu voz kechmayman. Mana bu mening Apolloga bergan eng chong va'dam. Maditov shunday qilib Apollo bilan aslimaga to'lgan zaminni tashlab ketishga majbur bo'ldi. Chunki uning dushmani bo'lgan Yakchashma va bir necha shir uni va bolalarini izlashga boshladi. Yakchashma Maditovga intayin o'sh. Chunki Maditov dal uning Yakchashma bo'lib qolishiga sabab bo'lgan. Kechish jarayonida Maditov shirlar o'tishga jur'at qila olmaydigan timsoh bilan to'lgan cho'nqur suv rayonidan o'tishga majbur bo'ldi. Botir Maditov va ikki bolasi suvdan o'ngishli o'tdi. Ammo bir bolasi yana baxt qarshi timsohdan qochib qutula olmadi. Maditov qattiq azob va nafrat ichida suvga qarab uzoq vaqt turib ketdi. Ammo uning oldida yana qiladigan muhim ishlari intayin ko'p. U yana qolgan bolalarni qo'g'dishi va beqish kerak. Bu xatarlik vaqtlarni o'tkazgandan keyin Maditov muqim turmush holatiga kirdi. Uning hozirgi zamonida hech qanday shir to'pi yo'q. Chunki bu yerda o'g'laydigan o'mi yo'q. Ammo dal uning bo'lmasligi Maditov kuchli xiris ilib keldi. U necha kun oziqlik yeyolmadi. Balları kunda onundan ozuqlik talab qiladi. Dal mushundaq paytda Yavukallar ko'chish mazgili kirgan bo'lib, Maditovga umid ato qildi. Maditov bir kichik qalini ko'zladi hamda g'alba qilay deganda opis kelib uni qo'g'dib oldi. Ikki ulug' ana o'xshashlab ballari uchun bu yerda kurash qilib atadi. Keyinda Maditov qayta o'g'i itilgan bo'lsa-mu, lekin yana mag'lubiyat bilan oxirlashdi. Yavukallarning ko'chishiga qarshi qirg'oqdagi Yakchashma shir to'piningmi diqqatini tortdi. Ular yopirilib bu yerga kelib o'g'lashga boshladi. Ko'nglidagi o'chmanlikni yo'qotolmagan Yakchashma Maditovning ballarini izlab, ularni o'ltirmoqchi bo'lganda Maditov tez suratga kelib uning bilan qattiq ilishdi va uni qo'g'lavatdi. Mana shundaq birdam shirlarning birdam sirtlarning hujumidan qochib yurish jarayonida Maditov bir balasidan ayrilib qoldi. Yana bir balasi bo'lsa Yavukallar dasivatgan sababli beli sunib ketgan edi. Maditov balasini qo'g'didi. Uning o'rnidan turib menishini umid qiladi. Ammo tabiat bek rahimsiz. Uning ustiga beli sunib ketgan shir uchun faqat bir yo'l bor. U bo'lsa-mu o'lim. Buni Maditov aniq tushunadi. Shu sababdan u oxiri balasidan voz kechishni tanladi. Kichik shirmo onasining ko'nglini tushungandek uningga ergashmadi. Maditov hamma narsasidan ayrildi. Uning hissiyotini hech kim tushunmaydi. U bu dunyoda yolg'iz qoldi. U o'zining va'dasiga ching turish uchun tirishdi. U bolalarni jinning baricha qo'g'didi. Ammo rahimsiz turmush uning ajrining hammasini bekor qilibdi. Nima qilishini bilolmagan u Yakchashma bilan ilishib, uni yengib, bu shirlar to'pidagi bosh shirga aylandi. Mundaqcha desak, u boshqa erkak shirga bo'ysunishni tanladi. Bu chaqdagi uni tamoman to'g'ri tushunishga bo'ladi. U hamma narsa uchun tirishdi. Biz yana uning tanlashini hurmatlaymiz. Garchi bizning bu hikoyani Maditovning g'alabasi bilan oxirlashtirganimiz bo'lsa-mu, lekin ochiq tabiat hamisha undaq romantik kinoga o'xshamaydi-da.